Xitoy Kommunist partiyasi Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berish bilan bir vaqtda Uyg'ur madaniyatini davomli uzil-kesil yo'qotmoqda. Amerika internet taratqullarining doklatiga qaraganda, Xitoy hukumati Qashqardagi Uyg'ur dini va milliy madaniyatini aks ettiradigan barliq o'zgacha imoratlarni vayron qilgan va yo'qotib o'tgan. Uyg'ur mahallasi yerlik hukumat tarafidan boshqacha ko'ngil ichi so'rinlarga o'zgartirilgan. Angliya parlamentining yuqori va tuvan palatasidagi 67 parlament a'zosidan tarkib topgan bir guruhi kishilik huquq dafsandichiligini bahona qilib, hukumatni Xitoyning Xaykang beshi va Dahua shirkatlarining ishlab chiqargan ko'zitish uskunalarini setish va ishlatishni cheklashga chaqirdi. Bu Xitoy telegraf magnati Huawei'ning Angliyadagi tijarati to'sqinlikqa uchragandan keyin Xitoy texnika shirkatlarining chet el savdosidagi yangi masalasi bo'ldi. Angliya BBC'ning xabariga qaraganda, parlament a'zolari Angliyadagi o'xshamagan partiyalardan bo'lib, mazkur ikki shirkat Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi bilan bog'lanishsi bor ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Germaniya bosh ministr ishxonasida shirkat va ishchilar uyushmasining yuqori darajalik vakillari bilan energiya bahosi va pul paxolligiga taqobil turish uchun moslashgan harakat yig'ini ochgan. Shundaqla navbatdagi krizis vaziyatining bir necha oy ichida oxirlashmaydiganligini, tarixiy xirislarga duch keladiganligini aytgan. Kreml saroyining bayonotchisi Dmitriy Peskov Qora Qalpaqiston avtonom rayonida yuz bergan voqea O'zbekistonning ichki ishi bo'lib, O'zbekiston hokimiyatining aktiv xizmati ostida hal qilinadi dedi. Amerika Federatsiya xabarlash komiteti Olam charlash texnikasi shirkati idorchiligidagi sun'iy hamra internet sistemasini mashina, aeroplan va paraxt qatorli qatnash qurollariga tasdiqladi. Bu kelgusidagi ishlatuvchilarning sun'iy hamra to'ri mulozimatini muqim o'rin bilan cheklanmay, xohlagan joyda ishlata oladiganligidan darak berdi. Hozirga qadar Starlinkning taxminan 2700 sun'iy hamra qo'yib berilgan bo'lib, kelgusida texnik ko'p sun'iy hamra qo'yib berilib, to'rning qoplanish doirasini kengaytiriladi ekan. Bugun Urumchida yuz bergan 5-iyun qatloamining 13-yilligi. Chet eldagi Uyg'urlar ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga motam bildirish bilan birga xalqaro jamiyatni harakatga kelib, Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqirdi. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un davlatlarda ommaviy tashkilotlarning rahbarligida axborot e'lon qilish yig'ini va namoyish o'tkazildi. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujil Qarqash apandi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumati tarafidan 2009-yil 7-oyning 5-kuni ilib berilgan qirg'inchilik yarasining texi saqaymaganligini, irqiy qirg'inchilikning yuz berganligini aytib, zulmning va Xitoy hukumatining mangulik bo'lmaydiganligini, adolatning hamon bir kuni Xitoy hukumatini jinoyati uchun javobgarlik tortadiganligini ta'kidladi.